Kuz va qish fasllari boshlanishi bilan uyda issiq, hidi butun xonani to'ldiradigan shirin pishiriqlarni tayyorlashni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun esa siz bilan ana shunday havoda yengil va oson, shu bilan birga to'yimli va juda mazali keks retseptini bo'lishaman. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Kumush. Sizni YouTube sahifamda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Agar meni hali sahifamga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yishingiz mumkin. Meni Instagram va Telegramda kuzatadigan obunachilarim ushbu keks retseptini juda ko'p marotaba so'rashdi va shuning uchun YouTube sahifasiga alohida video qilib joylashim lozim topdim. Retsept juda ham oson. Menimcha ko'pchilik keks pishirishni biladi, lekin men aynan mana shu keks retseptini topganimdan keyin umuman boshqacha kekslarni pishirib ko'rishni hayolimga ham keltiraman, chunki juda ham mazali chiqadi, har gal o'xshab chiqadi. Nachinkasiga xohlagan quruq mevalarni solsanglar bo'ladi. Agar quruq meva yo'q bo'lsa, hech qanaqa quruq mevalasiz yoki 2 qoshiq kakao solib tayyorlashingiz ham mumkin. Men yaxshi ko'rib tayyorlaydiganim aynan yong'oq va magizli. Magizni avvaldan issiq suvga birozgina idishga solib tindirib qo'yamiz. Shunda magiz yumshaydi va keks pishganda ham yeganinglarda juda ham ichida yumshoqqina bo'lib, og'izga yoqadigan bo'lib chiqadi. Barcha mahsulotlar xona haroratida bo'lishi kerak va qanaqa o'lchamlarda bo'lishini esa ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Siz bilan birga yong'oq to'g'raymizni, qolgan hamma mahsulotlarni tayyorlab qo'yganman. Kechasi plyonkaga o'rab qo'ysanglar, ertasi kun ham shunaqangi svejiy bo'lib turadi, lekin eslatib o'taman, juda ham tez tugab qolish ehtimoli bor. Haqiqiy shakari grammini ekranda ko'rdinglar, lekin men u gram bo'yicha solmayman, chunki shakarni ratsionimdan biroz kamaytirish niyatim bor. Shu sababli 130-140 atrofida solaman. Shirin yaxshi ko'radiganlar bemalol 180 gram solishingiz mumkin. Bu retseptni oson tomoni shundaki, hech qanaqa mikser ham kerak emas. Oddiygina venchik, даже vilka yordamida ham tayyorlashingiz mumkin. Bu yoqqa shakar solamiz va vanilniy saxar ham solamiz. Bu yerga eritilgan margarin, saryog' yoki oddiygina pista yog'ini qo'shsanglar ham bo'ladi. Saryog'ni ketidan sut solamiz. Endi unni elaklab o'tkazib olamiz. Men shundoqqina unni solaman. Undan keyin razrahritini ham solamiz. Yaxshilab aralashtirib olsak bo'ldi. Ana endi tayyor masalliqqa yong'oq bilan magizni qo'shamiz, lekin men hammasini qo'shib yormayman. Birinchi aralashtirishimiz uchun tagida ozgina qoldiraman, yong'oqdan ham, magizdan ham. Nimagaligini hozir ko'rasizlar. Va formamizga joylasak bo'ldi. Keksimizni men shunaqa formaga solib pishiraman. Odatda boshqacha formaga solib pishiriladi. Unda ham, bunda ham pishirsanglar bo'ladi, farqi yo'q. Tagiga men pergamentli qog'ozdan foydalanaman. Agar pergamentli qog'ozingiz bo'lmasa, bemalol saryog' yoki yog' surtib ham massani solsanglar bo'ladi. Qog'oz послушныйroq bo'lishi uchun avval shunaqa g'ijimlab olaman. Qolgan yong'oqlarni ana endi ustidan sepib chiqaman. Pishganida juda ham chiroyli ko'rinadi. ozgina
ichkariga kirgizamiz. Kuyib ketmasligi uchun. Ana endi keksimizni bemalol duxovkaga yuborsak bo'ladi. Gradusi 170-180 orasida bo'lishi kerak. When lights go out, you're in my mind. I close my eyes, so it's just you and I tell myself you'll be back again. When the stars are aligned, we will dance in the meadow on our favorite place. When spring is coming, where are you now? I hope you're fine, but I won't lie, I still miss you so much. But I don't hold grudge. You had to go. I will save you a space for a